O'tgan videoda tannarx o'zi nima va uni qanday to'g'ri hisoblash kerakligini o'rganib chiqdik. Endi keling, tannarx bilan qanday to'g'ri ishlash bo'yicha 4 ta amaliy maslahatni berib o'tamiz. Birinchisi, tannarxni muntazam qayta hisoblab borish. Xomashyo narxlari, logistika xarajatlari, ish haqqi doimiy ravishda bular o'zgarib turadi. Agar tannarx qayta hisoblanmasa, marja sekin-asta kamayib boraveradi. Kamida har chorakda bir marta tannarxni qayta hisoblab turish tavsiya etiladi. Ikkinchisi, har bir mahsulotni tannarxini alohida hisoblang. Ko'p uchraydigan holat. Assortimentda shunaqa mahsulotlar borki, ular yaxshi sotiladi, lekin deyarli foyda keltirmaydi. Agar narxi umumiy toifalar kesimida hisoblasangiz, bu holatni payqamay qolishingiz mumkin. Mavzuni davom etishdan oldin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Biz aynan ishlab chiqarishdagi biznes egalari uchun maxsus kalkulyator tuzdik. U orqali siz qayerda xato qilayotganingizni, qayerda pul yo'qotayotganingizni va qaysi nuqtalarni kuchaytirish kerakligini ko'rishingiz va tavsiyalar olishingiz mumkin. Kalkulyator mutlaqo bepul, sizdan faqatgina 6 ta savolga javob berish talab qilinadi xolos. Va tizim sizga taxminiy yo'qotishlaringiz va hamda biznesdagi asosiy xatolaringizni raqamlarda chiqarib beradi. Nima uchun bizga bu muhim? Chunki biz har bir tomoshabinimiz o'z biznesini raqamlarda tushunishini xohlaymiz. Shunda videolarda aytayotgan fikrlarimizni ham amalda qo'llash osonroq bo'ladi. Javoblaringiz maxfiy saqlanishini kafolatlaymiz. Kalkulyator havolasini pastdagi opisaniyada qoldiraman. Uchinchisi, yashirin xarajatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ayrim xarajatlar butun biznes bo'ylab tarqalib ketadi va tannarx hisobida aks etmay qolishi mumkin. Qaytarilgan tovarlar, brak mahsulotlar, skidkalar, chegirmalar, marketplace yoki to'lov tizimlarini komissiyalari shunga kiradi. Aynan shu xarajatlar ko'pincha marjani katta qismini yeb qo'yadi. To'rtinchisi, yalpi foydani kuzatib boring. Juda muhim ko'rsatkich. Yalpi foyda barobar tushum minus sotilgan mahsulotlar tannarx. Bu ko'rsatkich to'g'ridan to'g'ri xarajatlar qoplangandan keyin qancha mablag' qolganini ko'rsatadi. Agar yalpi marja pasayishni boshlasa, bu biznesdagi muammolarni boshlang'ich signallardan biri bo'lishi mumkin. Haqiqat shuki, ko'plab tadbirkorlar quyidagicha o'ylaydi. Savdo ko'p bo'lsa, demak biznes ham yaxshi ishlayapti. Lekin tannarx noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, teskari holat yuz berishi mumkin. Savdo qancha ko'paysa, zarar ham shuncha ortib boraveradi. Va bu holat ko'pchilik o'ylagandan ham ko'proq uchraydigan holatlar. Eng muhim xulosa, tannarx bu shunchaki buxgalteriya yoki uchotni raqam emas. Bu biznesdagi boshqaruv qarorlarini asosidagi ko'rsatkichlardan biri. Tannarxi aniq bilmasdan narxlarni to'g'ri belgilab bo'lmaydi. Assortimentni samarali boshqarib bo'lmaydi. Biznesni xavfsiz masshtablashtirish bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zan foydani oshirishni eng tez yo'li ko'proq sotish emas, balki tannarx hisobini tartibga keltirish. Menda hozircha shu, keyingi videolarda ko'rishguncha.